Mana shunaqa bir-biridan chiroyli bo'lgan komod naborlarimizni obzor qilib beramiz. Azizlar ko'rishingiz mumkin. Bularni rasvetkalari nima deyapti? Dizaynlari o'zgacha dizaynda bo'ladi. Yoqtirganlarni screenshot qilib tashlasanglar, narxlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Rasvetkalar nima deyapti? Hozir men sizlarga bitta-bittadan bularni obzor qilib beraman. Bu komplektimiz 5 parchadan iborat. Mana shunaqa ikkita chiroyli tumbuchka uchun aksessuar. Bitta chesterimiz uchun. Va xuddi shunaqa o'lchamda tosh oyna uchun. Va oxirgisi eng katta o'lchamdagisi komodimiz uchun bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi mana shunaqa 5 parchadan iborat bo'ladi. Bu bitta modelimiz. Ikkinchi dizaynimiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham ikkita tumbaga. Trimo. Chesterga. Va komod uchun eng kattasi. Mana bu ham bitta o'zgacha dizayn. O'zimga ham juda ham yoqadigan rasvetka bu. Kumushrang va o'zgacha turadi. Kamera ochib bera olmayapti, azizlar, buni go'zalligini qaranglar, ishlanishini. Oxirgisi mana komod nabor. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli bo'lgan nabor.